Ustoz, ilm talab qiluvchida qaysi sifat bo'lishi shart? Ilm talab qiluvchida azm qilgani, maqsad qilgani ish yo'lida sabot kerak, as-sabat kerak. Sabat o'ta muhim. Ya'ni fikr tez o'zgarish kerak emas, tez qarorlar berish kerak emas ki bir narsaga 3 yilmi, 4 yilmi, 5 yilmi shu ilm uchun ajratdim desa, undan toyilish kerak emas. Eng birinchisi sabot kerak. Ba'zi talabalar keladi, ozgina o'qishadi, "Yo, men bu ilmga yaramas ekanman" yoki "Men aqlim olmayapti" deb tashlab ketishadi. Yo'q, bu ishda sabot kerak va bu ishda to'lil zaman kerak, uzoq muddat kerak. Zotan biz soft skills degan bir narsa kirdi bizga. O'zini maydonida to'g'ri, lekin ilm soft skills emaski, siz uni 1 yil 6 oyda kasb qilib, o'rganib, keyin boshqa narsaga o'taman desiz. Yo'q, bu shar'iy ilmlar soft skills, bular hard skills. Bular uzoq umr talab qiladigan, eng kamida 5 yil, 6 yil, yo'masam 10 yil, 20 yilni talab qiladigan ilm. Tushunyapsizmi? Chunki buni orqasida qo'yilgan va'da kattada, ko'nga qo'yilgan narsa katta. Bu katta narsani katta narsa bilan olasiz. Qimmatbaho narsani qimmatbaho mablag'ga sotib olasiz, to'g'rimi? Bunda ham shunday. Nabiy alayhisolatu vasallam aytadilar-ki, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallohu lahu tariqal jannati." Kim bu ilmda yuradigan bo'lsa, bunda mashaqqat chekib sabr qiladigan bo'lsa, Alloh unga jannat yo'lini oson qilib qo'yadi. Bu ilmdan murod shariat ilmi. Dunyoviy ilmlar ikkilamchi, undan keyingisi uni ham lozim. Lekin asosiysi Allohga yetishtiradigan ilmga chiqqan odamga Alloh jannat yo'lini oson qilib qo'yadi. Bu bashoratni boshqa ilmlarga berilmagan. Bu bashorat faqat Alloh taoloni tanishlik, dinini tanishlik ilmiga bashorat berilgan. Endi ko'nda turgan narsa nima? Abadiy jannat. Abadiy jannat uchun aslida umringizni borini sarf qilish kerak, to'g'rimi? Abadiy narsaga abadiy narsa bo'lish kerak. Lekin Alloh subhanahu va taolo oz miqdorlik umrimizga abadiy jannat beradi. Ha, demak biz ilm olishlikda, bu islomiy ilmlarni o'rganishlikda shoshqaloqlik qilmashimiz kerak. Sabot kerak. Azm qo'ydikmi, maqsad qo'ydikmi, unda turishimiz kerak. 4 yil, 5 yil, 6 yil harakat qilishimiz kerak. Va albatta Alloh taolo ochib beradi. Kim bu yo'lda ixlos qilsa, sabot bo'lsa, albatta ochib beradi. Demak, birinchisi ixlos maqsad qo'yar ekanmiz. Shu narsani inshaalloh jannatga kirishlik, o'zim, ahli oilam uchun Allohni tanishlik, bu dunyoda chalkash ketmaslik, shu ilm yuraman, bu maqsad va ixlos. Keyingisi endi sabot, bunda turib berishlik. Ana shu ikkisi jam bo'lsa inshaalloh hamma talabalarimiz inshaalloh fath bo'ladi. Alloh taolo ulardan katta olimlarni chiqaradi inshaalloh.